Bo'lay desang mustaqil, kvartirani ikkita qil. Mana azizlarim, sizlar uchun sentrdan, Kalsodan bir xonali kvartira topib qo'yganmiz. 4 qavatli binoning 3-qavatida joylashgan. Arenterga keladigan bo'lsak, hamma biladigan Termok kafesidan shundoqqina ichkariga kirganda. Qanunda birgalikda ko'ramiz. Ketdik. Mana xonadonimizga shundoq kirganda, mana koridor qismi kutib oladi. Kirganimizda shundoqqina chap qo'limizda tualet vannasi joylashgan. Tualet vannasi bir xonali kvartira bo'lgani uchun bitta bo'ladi. Uni o'tganimizda bu yoqda asosiy xonamiz, remontlari zo'r holatda. Mana ko'rib turibsiz, aboyni yaxshilarini yopishtirib qo'ygan. Bu yoqda jalyuzilar bor, akfa romli oynalarni o'rnatib qo'ygan. Bu uyimizda garaskoy ataflenalari ham bor. Undan o'tganimizda bu yoqda oshxona qismimiz. Oshxonamizda mana ko'rib turibsiz, ta'mirlari zo'r holatda. Yaxshi, bu yoqqa kuxunli mebellarni qo'yib qo'ygan. Undan o'tganimizda bu yoqda balkonimiz lekin kichkina 3ga 1ga joylashgan. Bu yoq rayonlarda o'zi bilasiz, balkonlar shunday kichkina bo'ladi. Azizlar, kvartiramizni ko'rib oldik. Ko'rib turganingizdek bitta oila kelib maza qilib yashaydigan holatda, narxi ham qulay. Bu kvartiramizning narxini egalari 20.700 etib belgiladi. Pastda raqamlar qoldiramiz. To'liqroq ma'lumot olish uchun aloqaga chiqsalaringiz bo'ladi. Mana dvorlari ham tinch. Shundoqqina Termok kafesidan ichkariga kirganda 2-podyezdagi dom 3-qavatda joylashgan.